Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindaşlar, Din Hayat namlı programımızga dikkat itibarınlarını berginlerini kızgın karşı alımız. Programımızdaki bugünkü bölümde gıybet ve onun xatarları üstü toxtalımız. Programımızın bugünkü iz mehmeni Ustaz Abdullah Hacim buludu. Abdullah Hacim programımızga ötüştün burun şu gıybetninki lügat ve ıslah ma'nisini tunuşturuştun başlagan bolsak kana merhamet. Rahmet. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihillezine istafa. Amma ba'd. Şimdi gıybetni tunuşturuş kesek. Gıybetni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu özünün hadis arkalık gıybetnin nima ekanligini bizga bayon qilib bergan. Yani Peygamber alayhisalom hadisda gıybet degan bir odamda bo'lgan ishni u yo'q yerda, ya'ni keynidan zikr qilish deb bizga buni bildirib bergan bo'lib, bu haqda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zining sahobalarga g'iybatning nimaligini bilamsizlar deb so'ragan. Sahabalar Allah ve Allah'ın peygamberi bilgiçidir degende undaqda g'iybat degan sizlarninki bir qirindishinglarda bo'lgan ishni, ya'ni ba ishni u yo'q yerda keynidan zikr qilishinglar deb bu hadis orqali bizga g'iybatninki nima ekanligini bayon qilib bergan. Yani bir hadisde sahabeler "Ya Resulullah, onu da ba iş qo'yib, biz bani de dök degan vaqtda g'iybat bilan tuhbatninki ikkisining farqini bizga bayon qilib, g'iybat degan o sening qarindishingda ba ishni uning yo'q yerda aqisdan deganligim bo'ldi. Ammo yo'q yerda uningki uni yo'q bir ishni uni ustidan deyishing o töhmet buldu deb bizga Peygamber Aleyhisselam töhmet nima, g'iybat nima o'zininki mübarek hadisi şerif orqali bizga shu bayon qilib bergan. To'g'ri, bu vaqtdan g'iybat endi birer qarindoshlarimizningki yo'q yerida anglasa xafaladigan, anglasa uni ranjiydigan bir narsani onun da ba illet olsun desek bu gıybet olgan. Onun da bombalgan bir narsani desek bu vaqtida onunla biz bıxtan qilgan boldik. Endi şu bizningki ko'p uchurdiqimiz endi Müslüman qarindoshlarimiz şu g'iybat bilan tuhmatning ikkisini farqlandirolmay men bu bağı bunu bu ishni men ko'rgan unda deb alaqa yo'q yerda alaqa men yo'q gapimdimi deb g'iybatni qilib soldigan ishlar bilib bilmay bu ko'p yuz beradigan masalamdir. Bunuga diqqat qilish kerak. Hasan Basrining usuli ekan, asos g'iybat Allohning kitobida bu zikr qilingan g'iybatlarni 3 ga bo'lgan ekanda. G'iybat arabchadan ipga bo'xton. G'iybat degan birodarimizda ba narsani, birodarimizning ba illatini yo'q yerda desa, bu g'iybat. Birodarimizninki onu da bayokluğunu bilmeyimiz. Fakat haktını anladık. Anlayan ne? Şu birodarimizning keynidin desek, bu ipke deydi. Tuhmat oldu. Yani o sap onun yok narsini desek, o böhtan bo'ldi. Ma kadar nazik falan 3 ağırganken de, yani birodarimizning uzdu ba illetin desem, g'iybat. Birodarimizning ba yokluğunu bilmeyimiz. Lekin haktını anlayan falan şunda uzun ekan, qisqa ekan degan gaplarni. Emniyet onun qandayligini bilmeyler desek, bu ikki qilgan boldik. Onunga bir gap to'qigan boldik. Ana o birodarimizda yo'q bir narsani, vujudida yo'q bir narsani degan bo'lsak, vaqt onungacha tuhmat qilgan boldik. Endi bu g'iybat inson bayada shunda bana solab qoldi. Bu insonlar buning sal qarab dunyoda hamma bir so'rin bo'ldi ekan.
Köplеген sorularda bu g'iybatdan chirib qolgan bir ishlar bor. Faqat yaxshi solihlarning soruni bundan mustasno. Şoň bu qarindaşlarymyzningki bu g'iybatdan yiroq bo'lish uchun shu g'iybatningki islomdagi bo'lgan bir hukmini uyg'unlashtirib bergan bo'lsak jamoatga. Bo'ldi. Endi g'iybat degan bu yomon illat Alloh taoloninki so'zi, ya'ni Qur'oni Karim, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisi ve bütün İslam ulemalarininki birdak ittifaqı bilan haram kılıngan bir işemdi. Bunun haramlık hakkında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ninki Sure Hucurat'ta ve la yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma ahihi meytan fekarihtumuhu vettaqullah innallaha tevvabur rahim. Yani birbirlerinki gıybetini kılmanlar. Halbuki sizler mümin kardeşlerinki kuşunu yiyişini yaktırmayısıyla o kardeşlerinki kuşunu yiyişini yaktırmayısıyla onu onun gıybetini kılısıyla Allah'ın korkunla Allah tövbe kılgıçlarınki tövbesini bakım kabul kılgıçı ve nâhayet mehriban zattır degen bu ayet arkalık yani bizge gıybetninki haramlıkını alahide bizge bayan kılıp bergen. Yani emdi gıybetninki haramlık hakkında kelgen hadisine qayırgan bolsak biz yukarıda dep ötkendek mesela bunu da natice hadislik kelgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ribanınki en yamını kişininki öz kardeşinin abuyunu düşüşüdür degen. Yeni bir hadiste tili de iman eytip kalbige iman kirmegen kişiler sizler öz kardeşlerini görüyor, gıybetini kılmanlar, ularının eybini koçlamanlar. Kayakkandak bir kişi özününki mümin, Müslüman kardeşininki eybini koçlarken Allah Teala onun eybini koçlaydı. Allah Teala eybini koçlayan kişi özünün üyde oltusumunca rasva buludu diyen. Bu bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir hadisten de bu Ayşe radhiyallahu anh'dan alıngan hadis. Ayşe radhiyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge yani Safiye, koyma Safiye'ne diyen. Peygamber aleyhisselam bu Ayşe'ninki bu sözünü anlap Ayşe anamızınki. Sen şunda bir çoğun gapni kıldın ki eğer bu sözünü denizin suyuna ağırlaştırılan olsa bütün denizin suyunu buzuvat etti diyen. Yani bunu durmam de koyma diyen gapninki yamanlık olan bir denizin suyu bulunduğundan olsa Müslüman kardeşlerinki eybini etçiş, abloyunu tüküş, hatta onunki akideleri tatıp hüküm kılış diyenninki bu ne kadar yamanlıkını çoğu müşahidesinden de şunu ağlı buldum. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir hadiste bir kişi bir sorunda oturup sahabenin sorunda oturup ardın bir kişi okupap ketken ükrabdam yendikiler onun kendiki yaman gibini kıgan. Kıgan dikin Peygamber aleyhisselam sile çişonunki ağırlıkını koçulu etenler sile kendisinin güçünü yidenler dep anladı yani. Yani yeni bir hadisten de mesela ribanınki türününki 72 xil bulduğanlıqda bununki en tüyüne ribanınki eğerlik derecesi yani üzün anısılan zina kılganlık bunun en yamını bolsa üzün mümin kardeşinin çoğu gıybetini kılıç çıkarlıkını Peygamber Aleyhisselam'ın çoğu bunu bayan kılıp bergen. Demek bu gıybet biz hiçbirimiz hazır hadisi bayan kılgandak özümüzünki mesela anısıyla zina kılışını ya ki bir riba kılışını yalan görürüz. Hemimiz çurçuyduğun bir mesele. Lakin gıybet gelsek ben rakılmazdan şu oturup kıtıdığın mesele bu köp agah buluşka tegiştik bir neyem. Haram degenden ken endi bu kichik gap emas haram degan. Yani hoş. Endi ulamalarninki ittifoq bilan g'iybat cho'qim sheksiz haram bo'lgan bo'ldi. Bo'lib Qur'oni Karimdagi bu Alloh taolaning volayaqda ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan.
Kandak bir yerde Allah Teala alaydı bunu okuşturup durup meyitne yiyişne. Yani meyitnin ki yiyiş haram ekenligini her kanda akıl bilüden. Meyit kanda haram boğan bolsa bu yerde müminin gıybeti şu kadar şunu okşaş haram diyen Allah Teala bu ayette işaret kılgan. Bu ayetin haramın bu gıybetinin ki haramlığını takipligelligi çıkıdı diyen alimler. Şuna karandaşlar bazı şunda cemiyetimizdeki kişiler bu gıybetinin ki hükümlerge sil qarab kalıp şeytanın ki türtüksü bilen bunun çırp kalgan. Endi yana bir ilmi götürdüm burun. Mesela gıybet hakkında salaf salihler nayet yaxşı bana kılan iken bunu mu? Hoşçakalın. Bu vakti mesela Hasan el-Basri rahimahullah bunda rivayet kılınırken. Mesela bir kişi onun yanına kelip ben sizinki gıybetinizni qilib saldim deb onu yetkizib özür tiliga yoki shuni yerga kelgan chog'ida Hasan al-Basri men sendan ilishga tegish mening yaxshi amallarim qanchak bo'ldi nega yetdi deb so'ragan. Ya'ni demak biz bir odamning g'aybetini qilsak oningki bizga yaxshi amallarimizni unga berishgacha qarzdor bo'lib qolamiz endi. Bu bir masala. Yana masalan salaf salihlardan biriga masalan bir odam kelib falana xil sizning g'aybatingizni qildi degandan keyin u bir tahsa hol hurmini ilib falana xil meningki g'aybatimni qilibdi sen uningga ma'ni qarshi mukofot uchun bu hurmini shunga apirib bergan deb aytibdikan. Yana masalan Ibn Muborak debdikanki agar men bir odamning g'aybatini qilmoqchi bo'lsam o'zimninki ata-onasininki g'aybatini qilardim. Chunki mening yaxshi amallarimga hassizlar bo'lish yoki uningga shirik bo'lishga eng loyiq kishi mening ata-onam. Men meningki yaxshi amallarimni bersam ata-onamga bir bo'lmasa boshqa odamlarga berishiga chirimayman deb buni imkon gapgandi. Endi yana ba'zi salaf solihlar g'aybat degan bu shaytonninki tuzgan müminler için azdırış için isil bir ziyafet deb bunu g'aybatni şeytanın ziyafeti deb süpetligen iken. Yani İbn Ömer razıyallahu anhu dünürat kılgan bir hadiste İbn Ömer razıyallahu anhu mındak degan iken. Mesela o bir bölükke kavmin bir ülek keçirinin yedini ötüp yendiki sahabelerine anımlıgamdı. Buradarlarga bir insanın ki muşu keçirinin ki taapıdın yap kusqunu toygazgına özün kusqını aşı özünün ki kerindişinin ki guşunu yigindin ma yani onun g'aybetini qandın neçesi yaxşı deb muşunda yaxşı sözler bilen g'aybetin agahlandırgan ekanimdi. Şuna bizmi bunu qattiq alaqa. Doğru, g'aybetning haramligiga kelgan oyatlar ko'p. Biz o yerda endi vaqt munosabati bilan bir qanchasini til qilib o'tdik. Hadislardan bu g'aybetning hozir biz zikr qilgan, bayon qilgan hadislardan bir qanchani bu g'aybetning haram ekanligida agalanadigan hadislar ko'p. Salaf solihlarning bu vaqtdagi so'zlari mu hamda yuqoridagisi aql egalariga kifoya. Yana nurg'ulgan salaf solihlarning bu vaqt so'zlari borken cümleden Sübyan-ı Sevr rahmetullahi aleyh İyyâke vel gaybe İyyâke vel vuqa fin nâsi feyheliku dinek Gaybetten jaraqtuğen Gaybet küşüptişini saklanğen dinin tügüşüp ketidi o diningni ziyan tatisa yani biri bu nime Ali ibn Hüseyin radiyallahu anhu bir adamın gaybet kılıvatqanligini anlap onun aytqan ki gaybetini saklan bu gaybet degenden ki muşunda iştebiyetlik adamların idamı degenken. Yani Ebu Asim aytqan ki bu xalqning ki aşında yaman kurduğan naslerini tilgilib sözlep o'tirish degandan ki dini yo'q pastkash odamlarning qilqi. Isil adam bir odamning obro'yiga tegmaydi. İnsanningki mol mulki qanday haram bo'lgan bo'lsa, uningki obro'yi shunda haram. Biz o'zimizningki obro'yining to'kilishini hech qaysimiz yoqtirmaymiz. Undan keyin bir qarindishimiz uchun yoqtirmaydi. Shunga bu asosan bu g'aybat pastkash odamlarning dini yo'q, axloq yo'q odamlarning sifatlari, dinsizlarningki. Şunu bizim Müslüman kardeşlerimiz elbette bu g'aybatdan
agah buluşumuz, gıybetden jirak duruşumuz zürürken. Endi biz bu temani takımı uçuk yürütüp duruşumuz için bu gıybetninki turuk bulduğu amıllar. Adam kanda olup bu gıybet çıkıp kalıdı. Bunun kurtuluşunun yolları. Bunu da bir toxtulayla endi. Endi g'aybatga qanday vaqtda chiqib qoladi desak, masalan, bir odamdan masalan o'chini olish yoki ochchig'ini chiqarverish uchun birinchi omil bir odamga ma'lum bir sabab bilan ochchig'ini keltirsa, uningdan abayda batdiq-ku, masalan, g'aybatxo'rlik, xunuk masalan axloqi nachar, pastkash odamlarning qiliqida. Bu pastkash olganligidan oldida gapni qilolmay, ochig'ini keltirgan chog'ida naq maydonda ishni tertib supul qilolmay, keyin o'tib, oqida uni g'aybatini qilib, ochig'ini chiqarish uchun qildi. Bu birinchi nima? Omil g'aybat gap beradigan bu. Ikkinchisi hamda yana bir odam yana bir odamninki masalan obro'yini tushirish uchun mesela onu bir yerda bir nima qilib qo'ygan bo'lsa, ma'lum gap so'zda ranjitib qo'ygan bo'lsa, bu menga taqam bunda dedi bu, mushuni bir yer bilan yakson qilmayotgan bo'lsam deb, shu obro'yini tushirish uchun uni yo'qladi, g'aybatini qilgan gap. Shuning uchun hasad qilish masalan shu. Yani üçüncü mesele, mesela başkalarını kemsitip, özününki cemiyetteki orunu, ya ki idaresindeki hizmetinin oturusundaki orunu, malum bir yerde çıkarıp özününki maqsadiga yetiş için, başkalarını kemsitiş maqsadi, bu üçüncü hizmetdaşlar için. Bu hamda mesela hizmetdaşlar için de müdürünün aldıda karıştırıp ki savakdaşımның, hizmetdaşımның bir inavatını tükpesem, ben birinci bolsam dep insanın kemana fikirlik kemanda ya. Bunun hamda alimler yaptı mesela, başkalarına mısakma mesela. Bu dünyadaki hakkında bir narsa mesela Çin'in kanıtını tenkeme etken tutsa, dünyanın ki mesela sen müdüründen ilişmekçi olan nimet, mükafat bir mesela. Sen Allah'ın razılıklarına şükür kılmayı, Kuda'nın açıklığını keltirip, yani benden mükafata erişmek için sen üzerinin ki mümin kıyındışının abroyunu tükep Allah'ın kendimizge gazabı yoluqışı qanday yürkençedeydi o dep yaxşı alimler bu gapni okugan. Mesela to'rtinchi nimaga kelsak hamda g'aybat kundirilgan bir amil bu o'yinchoq. Mesela so'rinda o'tirib, so'rindikilarni kuldirish uchun yana bir musulmon qarindishini yuz bergan ma'lum bir narsani zikr qilib shada u o'yin tomosha qilish uchun onu zikr qilishadi. Bu vaqtda Peygamber Aleyhisselam başkalarını küldürüş için söylediğinlerin halığı vay dep bu başkalarını küldürüş için normal oyuncakçak küldürüş için müşunda gap qilgan halığı vay degen. Endi halbuki bir yerde o'zininki mümin qarindishininki yüz obro'yini tükep durup sorundiklarini küldürüş bu texmi cho'ng bir musibat endi. Beşinci amil mesela hasad. Bu mesela sayda ötkendek Allah Teala'nın ki insanlığa bergen fazli ikramı o'xshash bo'lmaydi bir odamga mesela. Biriniga mal dunyoni ko'proq bo'ldi, biriniga ilmni ko'p bo'ldi, yana bir boshqa mansab jihatdan ijtimoiy jamiyatlik o'rni mesela. Uni berdi. Buningga insonlar cho hasad qilib hamda. Apla bu Xudo buni chiqib ketdi-ku deb chidamay, shu kendin gapda bo'lgan ish bu yuz bergan ishlarning biri hamda. Endi 6. amel mesela bir insan özü hatalık ötkazdi. Ma'lum bir jihatdan. Endi o özünün hatalıkını mesela itiraf qilmasdan, men bu hatalıkni qilib qoldim-ku deb endi insan hatalashqichi demde o'ziga insof qilmay, ash hatalıkını yo'gash uchun boshqa bir odamning ben qilmagan bu paloni qilgandi yoki paloni bunda ayb batdi deb chiqib qolgan 6. amil o. Mesela yeni bir amil mesela bir adam ki bir musibet yetken bolsa hem de o qarindishiga musibet yetti. O qarindishim o'ziga yetgan musibatni boshqalarninki
bilishini xolamaydi. Yoki bo'lmaydi, u musibatga ba'zi bir ishlar sabab bo'lib qolgan hamda. Ulamda ahlar buni bunda musibat etib qoldi. Unda qilgan bo'lsa bunda uni bunda ma'ni kelib qoldi deb. Ya'ni biz qalbimizda yoki og'zimizda qarnishimizga musibat yetganligi ichimiz og'ib, hissashlik qilgandek qilamiz-yu, lekin bilmay g'ayrat kuchib qolamiz. Buni bir diqqat qilishga tegishlik masalalardan biri. Endi 9-omilga kelsak, eng ko'p sabab bo'lgan omilning birisi insonningki bekotalaflik endi. Ishing yo'q qilg'ila. Şu boş baka qalganligidan adam bayağılan berip şu falan o'qitgan mayadımı da çataq chiqibdi deb ashunadi bir ashuni yo'laqan musibat yoki bir kelishmasliklar bo'lsa shuni izlab tepib buray yop ananlab bo'lgandan yana bir so'rovga berib yetkazib shunda qilgan bu g'aybatningki eng g'aybat odam bekotalab adam qilish u g'aybat qilgandan. Yana 10-omilga kelsak takabburlik qanda. Endi insonda nauzubillah bu takabburlik qanda. Yani bu temada inşallah bundan keyingi temada to'xtalishimiz mumkin. Ama takabburlik yani dinda eng og'ir holda cheklangan bir masala. Lekin bu takabburlik ba'zi insonlarda o'zi bilmay o'zining qalbida urlashib qolgan kasal bo'lganlikdan. Shunga takabbur bo'lganlikdan boshqalarni mensimaydigan gap. Shuni bilan uningki masalan boshqa qarindoshlarimizninki aybi bo'lsa, ani zikr qilib, o'zimizningki manmanchiligini yoki bu shunimizni chiqarish uchun hamda shunda g'aybat kuchib solgan ishlar bu. O kibr har qanday gunohning boshlanishi. Kibr bo'lgandan keyin g'aybatmi bo'ladi, hasadmi bo'ladi, boshqa narsalar hammasi. Endi payg'ambar alayhisalom masalan takabburlik haqida masalan mening sizdan eng qo'rqitganim sizninki jo gunoh qilmasang shu takabburlik qilib qilishing bor. Endi ba'zi cho'nglardan uni buni qiladigan ishlar bo'lsa-mu, uni his qilsa-mu inson, lekin takabburlikni o'zini ko'rolmay, his qilolmaydigan ish bo'lganligi uchun payg'ambar alayhisalom ben sizdan bak g'am qildim shu takabburlik deb shu qitim arqamga taklif ekan. Bu qisqacha hamda bundan boshqa biz bilmagan yoki buni oldinda o'tmagan omillar bo'lishi mumkin agar buni faslida turqab kasal bo'ldi. Amaliyotda o g'aybatga olib boradigan omillar sabablar ko'p. Endi uni insonning hamma bu qisqana bir daqiqalarda to'liqlab olishimiz mumkin emas. Yana bir meningki qo'shimcha qilganim shunday yomon odamlar bilan o'tirib qo'pish, bo'libmi g'aybatxo'r odamlar bilan o'tirib qo'pish. O'zi g'aybat qilmaydigan yaxshi odamlarmi? G'aybat so'ringa borgandan keyin ashularga agishib qolib, shaytonning sapagan do'stlig'idan g'izalanimiz keladi. Shuni Alloh taolo bir oyat karimda shu ahli do'zaxilninki nimasini hikoya qilib va kunna nakhudu ma'al xoidin sura Mudassirning 45-oyatida biz shunda gapga chukib uyan bu yan odamlar bilan g'aybat qilib o'tirgan odamlar bilan bizim birga o'tirib qolib ekanmiz ya Alloh deydi deb bu oyat karim orqali ahli do'zaxilning ahvolini bizga bayon qilgan. Demak inson shu hammadan yana bir yomon illat o'zining payg'ambar bir hadisdan bor, sen kim bilan aralashadiganligingga qarab aralashgan. Shu odam inson shu aralashgan odamning dinining shuning axloqining ustiga bo'ladi inson degan. Ana yomon odamlar bilan g'aybatxo'r odamlar o'tirib qolgandan keyin yaxshi odamlarmi ashula g'aybat qilib bag'il tursa o gapga mutabat qilib soladi, anqatilib soladi, uningga fikr qilmasdan inkas qiladi shuning bilan o'zi bilmagan holda bu g'aybat chiqib ketadi. Bu g'aybatningki chiqib ketgan omillar bu shu. Bu g'aybat chiqib ketgandan keyin inson yuqorida kelgandek dinimiz yantatdi. Shu salaflarda aytgankan amalni beka qiladigan, ko'ydiradigan omilning birisi shu g'aybat. G'aybat qilgandan keyin sening butun amal solihlaring kuyib tugaydi. Alloh saqlasin har qanday mu'min musulmonlarni. Shu endi o'z g'aybatdan bir qutulishning yo'llarini bir qancha bir yo'llari, buning yo'llari ko'p. Shunda adamı biz
qarindoshlarimizni eslatib o'tsak, biz bu g'iybat küçük geliştiğimiz qaysi usuli bilan biz jiroq bo'la olamiz? Qanday qilganda bu g'iybat degan yomon illatni o'zimizni saqlay olamiz? Xo'sh. G'iybatdan qutulishning yo'llarini zikr qilishdan burun g'iybatga, masalan, g'iybat qilishning haromligini bildik ham. Quloq solish bilan ham shirk qilishning ma'nosini azroq qilib o'tdik. Lekin buni bir bayon qilib o'tib ham ikkinchi temaga o'tsak, g'iybatga quloq solish g'iybat qilgan bilan o'xshash shu haram hamda. Bu vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda innas sam'a val basara val fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Yani insan kıyamet günü kulak, göz, dil, sezgi azalarının kılmışı üstüdür. Hakikaten Allah Teala aldı sual sorak kılınıdı diyelim. Yeni bir nimede ayette Allah Teala müminlerin ki sübtünü bayan kılıp müminler ula bihudi sözünü alga vaxtıda onun yüz örüydü. O sonunda oltamaydı o. Deganimdi. Mu'minning sifatiga g'iybatxo'rlik zid. Endi shuning uchun bizga Alloh taolo bergan, masalan, ko'z, quloq, aql, ya'ni bu sezgi a'zolarimizdagi ne'matlarni behuda so'z, g'iybatga buni isrof qilsak, ya'ni bir haromimiz chiqar bo'lmas. Bu bir haromning shirkka sabab bo'ldi, g'iybatga quloq solish, yana bir ucha bizning mu'minlik sifatimizga daxl tarz qildi. Shunga bunga bu g'iybatga quloq solishga tin o'zimizni na'tihbak saqlasak. Endi masalan qanday vaqtda g'iybat qilsak durus deydigan nima kelsak, endi buni ulamolar bir qancha nimaga bo'lib turga bayon qilgan ekan. Buning biri masalan bir insonga zulm yetdi. Endi zulmni hakim yoki sultonga bayon qilish jarayonida men bu mudamda zulmga uchudimgo yoki bu menda onasamni o'lib oldi yoki mana bu deb bani nima qilishadi. Bu haqda masalan ulamolar nimaniki Hindi bintiniki Abu Sufyanning ayoli Payg'ambar alayhisolamning oldiga kelib, Abu Sufyan o'zi bir baxil odam, o bana bergen nesle mal mülk ballarının kinimizke o kündülük haracıtı yetmeydi o. Diyen çalışta Peygamber Aleyhisselam de onunla siz onu aşırı etmezsin, cık almazsın onun kısmınız çoğu. Kupaya kadar kaldı binasını asan buldu da. Onu bayan kılıp. Bekirlik illetine Resulullah diyen. Lekin Peygamber de gayret bulmaydı. Bizden hakkını eliştirmiş olmaydı. Muşunda vaxtda zulm uçursa adam qazining oldiga, sotchining oldiga borganda, falani muşunda menda qildi, menda deb uningki illatlarini, ya'ni o'zining qazisini hal qilish desa bu g'iybat olmaydi demoqchi. Endi ikkinchi masala, masalan durus mutqan g'iybatniki. Bu masalan fatvo so'rash vaqtida masalan fatvo berguvchi masalan olimga mening ailemdekiler menga narxchilik qildi, ya umda zulm qildi, o bu deb. Endi men shu zulmdan mening qutulishim uchun mazlumdan menga bir chiqish yo'li taklif bersinlar deb so'ragan vaqtda bu yuz berdi. Masalan ba'zi oilada qizlar zulm o'xshaydi, ota-onalarniki masalan o'g'illarga ba'zi bilib bilmaydigan ish qilib har qanday nimada bir oilada bo'lgan zulmni qutulish uchun olimga dese bu buldu deb bunun kan. Üçüncüsü hem de yani bir Müslümana bir musibet geldi. Bu musibeti üzüldüğün kötülük etiş için bunu zikr kılsa, gayret kısıp yani şunda yeni bir adamda boğan işini dese buldu deb bunun gibi yani şu yukarıdaki Hindi'nin hadisini bayan kıttı. Yani bir mesela hem de Müslümanların ki tötüncü ya g'iybat mubah bo'lgan musulmonlarda bo'lgan bir yomonlik ishdan ogohlantirish umumiy manfaatiga bog'liq masalalarda endi bir odamda bir ish bo'lib qolsa bu mo'min g'iybatini bu qilsak bu g'iybat bo'ldi deb qo'qab o'tolmay umumiy manfaatini ala bilib u vaqtida bu bir odamning aybini desa bo'ldi deb buni bayon qilgan ekan.
Beşinci meselede mesela toy işlerde mesela koduvacılık o bu nümüden de mesela kız tarafınki yoki o'g'il tarafninki bir bo'lmayotgan epi bo'lib qolsa, u to'y qilgan bilanmi davom etmaydigan yoki bir oilaga cho'ng ziyon kelib qoladigan masala bo'lib qolsa, shunday vaqt uni disi bo'ldi deb. Buningga masalan Payg'ambar alayhisolamninki qishig'i kelib Fatima bint Qays roziyallohu anha ekan. Abu Jahl bilan Muaviya menga to'y talab qo'ydi. Qanday qilsam bo'ladi deganda Payg'ambar alayhisolam Muaviya o binamrat adam, men yo'q. Abu Jahl bo'lsa, yani yelkisidan has tushmayotgan adam, yani u xotinni masalan ko'p urgan adam bu yoki yoki men kinoyani qilib masalan ko'p safar qilgan adam debdi. Masalan yelkisini has tushmaydi deganlikni shu to'liq safar qilgan adam siz o'z yolg'iz qolamsizki, buni to'y qilsangiz deb payg'ambarim bunicha bunu dikkatli. Yeni bir rivayette nasihat qilish uchun. Yeni bir rivayette de hasi yakışmış şumit kadam geldi şu hotunu köp digeldik de mi onu mana mıkıptamda. Bu yalada beşinci nime. Altıncısı de mesela bid'atga qarshi turish. Yani cemiyette Müslümanlar içinde bid'at xorluq köpüp ketgan vaqtda başqa musulmonlarni bid'atga tushib qolishdan saqlash uchun bid'atxo'r odamningki bu bid'atxo'r bu bunda ozg'un odam bu buning dinga bunda ziyon qildi buni aga olanglar deb uni shu bid'atxo'rningki nimasini oshkorlash bu g'iybat bo'lmaydi. Yettinchi masalamda bir adam bor bu odamningki ma'lum bir kasali masalan oqsoq tukaya ko'choq onu zikr qilishni odam yaxshi ko'rmaydi. Lekin uningki o aybini zikr qilmasa, boshqalar tunimaydi. Shunda holatda bo'lib qolsam-da, falonani oqsoq tukaya o bu deb uningki aybini zikr qilib tunisaqchi, bu meni mubah bo'lgan g'aybatlarning qatoriga kirdi. Xo'sh. Unda o'ganda bu qadar bilan g'aybatningki qanday yalidi haram bo'lganligi qanday yadi bir adamning gapini deb tushuntish to'g'ri bo'lganligi bu oydinlashdi. Endi shu g'aybatdan qutulishning yo'llari bilan shuni bir oydinlashtirish orqali so'zimizni oxirlashtirsak. G'aybatdan endi qancha yo'llari eslatib o'tsak. G'aybatdan qutulish uchun endi buningga birinchi yo'l avval g'aybat qilguvchiga vacip bo'lgan narsa tövbemdi. Birinci olab tövbe qilish. Endi bu g'aybatdan tövbe qilishni shartiga kelsak, birinchisi g'aybatga ikkinchi zodi g'aybat qilmaslikqa bel bog'lash, qat'iyan. G'aybatni tashlash. Ikkinchi g'aybatga qilgan burun sog'alar pushaymon qilish. Uchinchisi esa qat'iy g'aybat qilmaslikqa bel bog'lash. To'rtinchi masala endi bir insanın g'aybatini qilib solgan bo'lsa, agar u g'aybati qilgan odamga qarindishim men sizningki ma haqdaqisini g'aybatingizni qilib solgan, buningdan hamda men Alloh roziligi uchun sizdan bir afu so'rayman, meni kechirsangiz deb uningga shu bir g'aybat qilib solganligini yetkazsa, orqada fitna bo'lmaydigan, jidal cho'maydigan holat bo'lib qolsa, aningdan rozilik talab qilish. Agar sağlamda nimrak adam bu amda çıkıyorman Hasan bunun g'aybatini qildingmi deb ishtahimi cho'yib tutgan holat bo'lib qolsa, unda qilmay Allohga tövbe istig'for aytib, odamning haqqida ko'proq duo qilib qilsa bu yaxshi debdi ulamolar. Endi g'aybatdan qutulishning yo'llariga kelsak endi bu g'aybatdan qutulishning birinchi yo'li yani taqvodorlik hamda. Yani Allah Teala'dan qattiq qo'rqish, taqvolash, Allohni hayo qilish. Yani taqvo inson kishilarning g'aybatini qilib, o'zining vaqtini isrof qilib, behuda nima qilishni uchun tilni davomli Allohni zikr qilish yoki musulmonlarning insonlarning manfaati uchun bir ish qilishni boshqa turish.
ish qilib din va millatninki kuydi buldu taqvo inson deganning nimasi? Davamlı nima o'ltamisi, nima namozga chiqib o'ltamisi ish qilib uning aqli, kallasi, sharkiti hammasi shu dinim uchun nima qilsam bo'lar deb uni o'ylaydi. Qalbida shuni nima qildi, davomli g'ami shunda bo'ldi. Unda olganidan uningga g'ayvat qilishga fursat bo'lmaydi. G'ayvat qilishga fursat bo'lmaganidan buni qutulishcha birinchi yo'li. Ikkinchisi, masalan, g'ayvatdan musulmonlar jamiyatiga keladigan ziyonlarni onu bilish yani. Masalan, nimasida g'aybatdan qutulishninki birinchi nimasi taqvolik dedik. Zaten bu taqvo bo'lsa Allohning hayoqiga odam unda pichak ishlarga o'zini avvar qilib ziyon tortmaydi endi. Shuningdek Alloh azza va jalla sura Zuhrufning 80-oyatida am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala va rusuluna ladayhim yaktubun. Ular biz onun mahfi deyishgan narsalarni, paranglarni anglamaymiz deb o'ylamdi. Unda emas, bizning farishtalarimiz hamma narsani yozib turdi. Demak, sizning har bir mahfi deyishgan kishi yo'q ya degan g'ayvatlaringizning hammasi chekilmaydi, yozig'liq bo'ladi. Taqvo odam Allohning bu oyatidan o'ziga nima oladi? Cho'qim qo'rqib Allohni hayo qiladiki, yana bir payg'ambar alayhisolamning hadisida payg'ambar istahyu minallohi azza va jalla haqqal haya. Yani Allah azze ve celle'nin haqiqiy hayo qilinglar deganda sahabe kiramlar aytadi. Ya Rasulullah biz Allohdan alhamdulillah hayo qilamiz degan payg'ambar alayhisolam. Men buni demoqchi emas, lekin haqiqiy Allohdan hayo qilgan odam boshni va boshning o'z ichiga olgan a'zolarni, ko'z, quloq, burun, og'iz buni haromdan saqlaydi. Allohdan haqiqiy hayo qilgan odam bizning bosh va boshning ichidagi a'zolarni, ya'ni ko'zni haramdan saqlaydi, burunni haramdan saqlaydi, og'izni, tilini haram narsalardan saqlaydi va qursoq va qursoqniga ulangan a'zolarni, ya'ni jinsiy a'zolarni, put-qo'llarni haramdan saqlaydi. Mana bu haqiqiy Allohdan hayo qilganlik bo'ladi degan-kanda. Bu qadar bilan o taqvo odam buni bilgandan keyin albatta unda pastkash ishlar bilan ziyon tortishni izlamaydi endi. Yana bir masala endi taqvodorlikqa aloqadorlik. Payg'ambar alayhisalom bir qabrninki yana o'tib ketib, qabrdagi odam azoblanyotdi, boshqa ish emas, shu g'ayratxo'rlikdan azoblanyotdi degan. Hamda Allohning qo'ygan qabr azobidan qutulmoqni xohlagan odam g'ayvat qilmaydi. Taqvodorlik nisbatan. Bu g'ayvatning biri masalan amal solihlarni bekor qiladigan, ikkinchi qabr azobiga, demak qabr azobiga ziyonlar ham bor. Go'r azobi. Do'zax azobiga chiqib qilishdan burun g'ayvat qilgan odam go'r azobidan azoblanadi demakchi. Bu dunyoda bo'lsa hamda rasvo bo'lgan gap. G'ayvat qilgandan o'zining do'st birodarlar oldida qilsa bu dunyodagi ziyna g'ayvat qilganki, qiyomatda bo'lsa qabr azobida ham nimada do'zaxda azoblanadigan gap. Bu vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda o'zining sahobalaridan atadruna ma al-mubtasin. Ziyon tortishdan keyin yaqinma fakir inson degan vaqtda sahobalar Rasulullah bizning nazarimizda fakir degan dirham yo'q, dinar yo'q, dunyoda ishimiz yo'q, fakir odam deganda Payg'ambar alayhisalom mening ummatimdan o fakir insonlar yani qiyomat kunisi namoz bilan kildi. Besh vaqt namozni joyida o'qigan, zakat bergan, ro'za tutgan. Lekin o parani tillab qo'ygan, yine birini o'rib qo'ygan, yine birini melni yo'g'an. Bu shunday odam. Qiyomat kuni uningki hasanatlardan, yaxshi amallaridan haqning g'ayvatini qilib saqlash uchun anadan olib yani boshqacha g'ayvat qilingan odamlarga apirdi. Uningda savob qolmaydi. Shuni qiyomat kunicha muflis bo'lib vayron bo'ldi degan hamda. Bu yani g'ayvatniki qiyomat kunidagi azobga sabab bo'lgan narsa. Endi yana uchinchi omil g'ayvatni qudushniki. Masalan, inson boshqalarningki kamchiligini, aybini izlashdan burun o'zidan hisob olish. O'zining ayblari. O'zining aybini masalan kurash. Yoki o'zida ayb
mende qanday ayıp var, men qanday qilsam shu o'zimni isloh qilaman, qanday qilsam g'aybatdan qutulaman degan haqda har kuni o'zini o'zi hisob berish yani. Umar roziyallohu anhu men kunda yetishdan burun bir kunlik o'zimni hisobni aplab yetaman degan hadis var. Şuna o'zini hisob berish, boshqalarga kamchiliklarni ayb bilan mashg'ullashdan burun o'zini o'ngashga tirishish. 3-omil. 4-incisi yaxshi, solih kishilarningki so'rlarda çok ko'p o'tirish. Bular bilan ham suhbat bo'lish. 4-incisi salafi solihlarningki masalan axloqi yaxshi, axloqda boshqalarga ulgu bo'lgan kishilarning tarixlarini o'qish, tarjimalarni. 5-incisi masalan o'zining g'aybatxo'rlik bu nachar illatni uqtirish uchun 6-cı masala o'zini shart qo'yib, zodi men bundan keyin g'aybat qilgan bo'lsam, ma'ashni qilaman yoki qilmayman. Zodi men g'aybatdan o'zimni to'sash kerak deb o'zini shart qo'yib, o'zimga jazo berish. Mush orqali g'aybatdan qutulish. Hamda bu vaqt kursimiz müşahede ahirleşti inşallah. Benimki qarindoshim tavsiya qildiganim bu haqda bir kitap tercüme qilingan 6 yil burun. G'aybat deb bu torbatlardan bor. 5-10 ming nusxadakini taqatdiq. Vatanda yuqorida bu kitap chiqdi. Yani inşallah yaqinda taqalmoqchi. Mush kitapni qulog'iga bo'lsa-ka to'rdan tushirib o'qisanglar, bizningki torbatda bor masalan www.chkit.sjrt.org bu torbatga kirsanlar 150 parchaga yaqin har xil islomiy kitoblar bor. Mush kitobning ichida bu g'aybat degan kitobmi bor. Buni tushirib foydalansanglar bo'ldi. Rahmat. Sizlarga rahmat. Hurmatli qarindoshlar, bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Qimmatli vaqtinglarni berganlarga rahmat. Yana qayta uchrashish umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Xayr va salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.